navbatdagi zakazlarimizni mana berib yuboryapmiz. Kimga shunaqa xon taxtalar kerak bo'lsa, har xil razmerlarda bor. Birinchi o'rinda narx-navosi bilan, razmeri bilan tanishtiring deyishgan. Endi qaranglar. Shu kattarog'idan boshlaymiz-da, 1.20 ga 2 metr. Narxi 400 ming so'm. Yonlarida taxtalari 2,5 santimetrlik qalin taxtalarda bitgan. Endi bundan keyingi razmerimiz 1.10 ga 1.70 razmer bo'ladi. 1.10 ga 1.70 razmerda narxi 320 ming so'm. Orqalariga bitta e'tibor beringlar. Fanerkadan bo'lgan, suv tushsa umuman ishmaydi. Endi bundan keyingi razmerimiz 1 ga 1,5, narxi 260 ming so'm. Hozirda sotilishlarini aytyapmiz. Keyin dastlabki xizmatlardan tashqari katta razmerlari 1.30 ga 2,5 metr, eng kattasi. Ikkitasi 7 metrlik uyga bemalol tushadi. Bularda narxini hozirda 550 ming so'm qilib beryapmiz. Oyoqlarini qalinligi 9 ga 9 santimetr. Har bitta narxlarga e'tibor berib turinglar. Keyin bundan keyingi videolarimizda yig'ishtiriladigan, taklanadigan xonlarimizni obzorini qilib beramiz. Bularda 60 ga 1 metrdan boshlab 1.30 ga 2,5 metrgacha bo'lgan xon taxtalarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, shu nomerlarimizni qo'yib qo'yapmiz. Dastlabki xizmatlarni qilib yetkazib beramiz.